Toshkentga aytganki, puling yetgan joygacha yashaysan degan. Ikki yurak birini arasida qolgan degan. Keyin berdi ikki kurs davolari bo'lsalar, Toshkentda doktor qoyil qolgan, bu yurak qayta ishlab ketdi. Vrachlari o'zi tan bergan bu narsa bo'yicha. Albatta. Alloh kimgadir sabab chiqib qo'yadi. Tabiatimizning mo'jizalari, shu gulli ham, shu gullari ham, insoniyat hammasini Alloh mo'jizasi bilan yaratilgan. Mana bular avlodlari, demak o'zlarini qavmi qarindoshlari bilan davolanib lichini olib kelyaptilar. Natijasini imkon qadar Murod shifo klinikasi qilib berishga harakat qilyapti. Natijasini bir oyga ko'rdik. Alloh joningiz sog' bo'lsin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Xo'jayiningizda demak o'pkada hosila deb aytilgan, ha? O'pkada hosila. Bir kurs bir oylik lecheniyada o'zingizda tekshirilib, MRT qildirganingizda toza deb chiqdimi Durdon opa? Tekshiruvlari? Toza chiqdi. Joningiz sog' bo'lsin. Hech ham kasal bo'lmayna. Sog' bo'ling sizga ham. Sog' bo'ling siz ham. Rahmat. Rahmat katta. Bitta like bosib qo'yasizlar, manzillarini so'rayna, manzillarini va lokatsiyalarini tashab beramiz. Bu ikki asrga teng deyilgan Ne'matjon aka Abdullayev davomchilari. Murodjon Abdullayev va hozirgi kunda Yulduzxon G'aybullayev va farzandlari bilan birgalikda bu narsani ish faoliyatini davom ettirib kelinayotgan. Telefon raqamlariga bemalol murojaat qilinglar, manzillarini tashab beramiz.